2025-yilning 1-noyabr kuni soat 8:30larda Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga Qo'shtepa tumani Katta Boltako'l mahallasi hududida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida xabar kelib tushgan. Aniqlanishicha, shu kuni soat 8:20larda Qumtepa Boltako'l Tinchlik avtomobil yo'lida 2007-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashinasida yo'l transport hodisasini sodir etgan. 40 va 121 Boltako'l Qumtepa yo'lining 3-kilometrida Damas rusumli transport vositasi haydovchisi transport vositasini orqa tomoniga o'tgan paytda bir yo'nalishda kelayotgan Damas rusumli avtomashinasi turtib yuboriladi. Natijada haydovchi tan jarohati bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Surishtirishlar davom etmoqda. Harakatda mavjud qoidalarni chetlab, yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan Damas egasining shoshma-shosharligi sabab jarohatlangan shaxsga shifokorlar tomonidan zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Biroq olingan og'ir tan jarohati sabab u hayotdan ko'z yumgan. Bir soniya e'tiborsizlik, bir umrlik afsus, nadomatga sabab bo'ldi. Har kuni yo'llarda bunday fojialar takrorlanmoqda. Buning sababi yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik, masofani saqlamaslik va e'tiborsizlik. Rul boshqaruvidagi har bir inson, harakatning boshqa ishtirokchilari hayoti uchun javobgar. Birgina xato nafaqat haydovchining, balki butun oila va yaqinlarning taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun har safar rulga o'tirganda hushyor bo'ling. Tezlikni oshirmang, tezlik me'yorlariga amal qiling, oraliq masofani saqlang, asosiysi esa e'tiborli bo'ling. Unutmang, yo'lda eng muhim narsa tezlik emas, inson hayotidir. Maftuna Mamasdik va Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.